Diplomatiya va razvedka olamida sun'iy intellekt hamda sun'iy yo'ldoshlar hukmronlik surayotgan bo'lsa-da, oddiy hayotiy kuzatuvlar hali ham dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Bugungi kunda harbiy ekspertlar va ochiq manbalar bilan ishlash tahlilchilari urush boshlanishini faqatgina qo'shinlar harakatidan emas, balki kutilmagan ijtimoiy indikatorlardan ham qidiryapti. Ana shunday g'alati, lekin shov-shuvli ko'rsatkichlardan biri striptizchilar indeksi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda va harbiy doiralarda Kaliforniyadagi tungi klublardan birida ishlovchi Charm Days ismli raqqosaning bayonoti katta bahslarga sabab bo'ldi. Uning ta'kidlashicha, yirik harbiy amaliyotlar, xususan AQShning Eronga qarshi keskin harakatlari arafasida harbiy bazalar yaqinidagi tungi klublarda mijozlar oqimi misli ko'rilmagan darajada ortadi. Bu shunchaki tasodif emas. Charm Days'ning kuzatishi askarlar frontga jo'natilishidan bir necha kun oldin o'zlaridagi bor naqd pulni sarflashga harakat qilishadi. Eng qizig'i, ular ichimlik va hissiyotlar ta'sirida o'zlarining maxfiy buyruqlari, qachon, qayerga va necha kunga ketayotganliklari haqida ochiqchasiga gapira boshlaydi. Rasmiy ravishda maxfiy hisoblangan safarbarlik buyruqlari amalda striptiz klublaridagi raqqosalar uchun hech yangiliklarga aylanadi. Bu yangi trendmi yoki eski haqiqat? Tahlilchilarning fikricha, bu hodisa 2024-2026 yillar oralig'ida, ayniqsa Yaqin Sharqdagi keskinliklar ortgan bir paytda qayta jonlandi. Ijtimoiy tarmoqlar davrida bunday norasmiy razvedka ma'lumotlari tez tarqalmoqda. Bugungi kunda ushbu indeks nafaqat urushning yaqinligi, balki iqtisodiy inqiroz belgilarini ham ko'rsatishi bilan diqqatga sazovordir. Ekspertlar striptizchilar indeksini iqtisodiyotning erta ogohlantirish tizimi deb atashadi. Chunki bunday xizmatlar uchun xarajatlar ixtiyoriy xarajatlar sanaladi. Agar odamlar, jumladan harbiylar ham kelajakdan xavotirda bo'lsa yoki aksincha, ertaga nima bo'lishi noma'lum degan kayfiyatda bo'lsa, bu sohada pul aylanmasi keskin o'zgaradi. Hozirgi kunda 2026-yil aprel holatiga ko'ra AQSh harbiy bazalari yaqinidagi bunday klublarda faollikning ortishi ko'p hollarda uzoq muddatli dengiz amaliyotlari yoki havo hujumlari tayyorgarligi bilan mos kelmoqda. Professional nuqtai nazardan qaraganda bu holat Pentagon uchun katta muammo hisoblanadi. Operatsion xavfsizlik qoidalari harbiy xizmatchilarga o'z harakatlari haqida gapirishni qat'iyan man qiladi. Biroq insoniy omil baribir o'z so'zini aytmoqda. Raqqosalarning ijtimoiy tarmoqlardagi jonli efirlari va anonim postlar ko'pincha dushman razvedkasiga yirik harbiy koalitsiyalarning rejalarini tushunishga yordam berishi mumkin. Striptizchilar indeksi yangilik bo'lib ko'rinsa-da, uning ma'naviy ajdodi bor. Bu o'tgan asrning 90-yillarida paydo bo'lgan Pentagon Pits indeksi. Ushbu indeksning mohiyati oddiy. Pentagon va Oq uy atrofidagi pitsaxonalarga tunda buyurtmalar ko'paysa, demak hukumat binolarida chiroq o'chmagan. Mas'ullar uyiga ketmasdan katta bir harbiy reja yoki inqiroz ustida ishlamoqda. Agar striptizchilar indeksi askarlarning ruhiy holati va safarbarlik muddatlarini ko'rsatsa, uning o'tmishdoshi Pentagon Pits indeksi qaror qabul qilinadigan markazlardagi haroratni o'lchashda hamon tengsiz bo'lib qolmoqda. 2026-yilning ilk oylarida bu nazariyaning shunchaki afsona emas, balki real vaqt rejimida ishlaydigan ochiq manba razvedkasi vositasi ekanini yana bir bor isbotladi. Joriy yilning 3-yanvar kuni AQSh harbiy havo kuchlarining Venesuelaga zarbalari boshlanishidan bir necha soat oldin Pentagon atrofidagi pitsaxonalarda g'ayritabiiy faollik kuzatildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi Pentagon Pizza Report kabi OSINT tahlilchilari tungi soat 2-3 larda buyurtmalar soni odatdagidan 700% ga oshganini qayd etishdi. Bu signal operatsiya boshlanishidan oldin strategik rejalashtirish markazlarida uzun tun bo'layotganidan darak bergan edi. Xuddi shu holat 9-yanvar kuni Donald Trump tomonidan Meksika chegarasidagi harbiy harakatlar e'lon qilinishidan avval ham takrorlandi. Extreme Pizza va Papa John's kabi muassasalarning Google Maps'dagi bandlik grafigi paxsa bo'lib ketdi. Bu shuni anglatadiki, yuqori lavozimli harbiylar va tahlilchilar binoni tark eta olmagan va yagona chora tezkor ovqatga tayangan. Bu uslub yangilik emas. Uning ildizi 1990-yillardagi sahrodagi bo'ron amaliyotiga borib taqaladi. O'shanda Domino's Pizza rahbari Frank Mix Oq uy va markaziy razvedka boshqarmasi bir kechada o'nlab pizza buyurtma qilganidan so'ng ertasi kuni Iroq Kuvaytga bostirib kirganini aytib, dunyoni hayratga solgan edi. Bugun esa bu jarayon sun'iy intellekt va raqamli xaritalar yordamida yanada aniqroq kuzatilmoqda. Garchi Pentagon rasmiylari bu ko'rsatkichni rad etishga urinishsa-da, fakt o'zgarishsiz qolmoqda. Bugungi kunda dunyodagi vaziyat shunchalik o'zgaruvchanki, hatto eng jiddiy strateglar ham g'alati signallarni chetga surib qo'ya olmaydilar. Agar Pits indeksi rasmiy doiralardagi charchoq va ish hajmini ko'rsatsa, striptizchilar indeksi bevosita maydonga tushadigan askarlarning ruhiy holati va safarbarlik muddatlarini ochib beradi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, lekin dunyo taqdiri yuqori darajali muzokaralar stolida emas, balki oddiy bir pitsaxonalardagi buyurtmalar varog'ida yoki tungi klublardagi shovqinli suhbatlarda aks etishi mumkin.